Hech sizlar ham o'ylab ko'rganmisizlar, dunyodagi eng boy odamlar qanaqa pul topadi o'zi? Ya'ni masalan Jeff Bezos, Elon Musk yoki Mark Zuckerberglar o'zi qanaqa pul topadi? Bugun mana shu savolga sizlar bilan javob topamiz. Bu narsa meni qiziqtirdi va menga o'xshagan qiziqqan odamlarga bugun men o'zim javob beraman. Ya'ni bu narsa haqida men izlanib ko'rdim, qidirdim, ma'lumot topdim va umumiy qilib jamlab bitta video qo'ydim. Shuni hozir sizlar ham ko'rishingiz mumkin. Buning uchun bizga bitta yaxshi odam kerak bo'ladi. Ya'ni biz hammasini bitta videoda ular qanaqa pul topishligini aniqlay olmaymiz. Shuning uchun men o'zimga eng yoqqan va eng hurmat qiladigan, ishini zo'r deb aytadigan odamim Elon Muskni misol qilib olaman. Va bugun Elon Musk qanaqa pul topishligi haqida video bo'ladi. Videoni boshlashdan oldin kanalga albatta obuna bo'ling. Chunki bu yangi blog va bu kanalda siz bemalol matematikaga oid narsalar topishingiz mumkin. Ya'ni bu ilmiy ish emas. Har xil narsalarni har doim o'rganish. Shunchaki odam agar aqlini yoki ozgina matematikani ishlatsa, ya'ni 2 kere 2 to'g'riligini bilsa, u hech qachon 2 kere 2 5ligiga ishonmasligini bu kanalda ko'rsatib beramiz. Videoni boshlashdan oldin o'zi Elon Musk kim? U nima ish qiladi? Uni bilmaydigan odamlar bo'lsa, ularga ham bu haqda ma'lumot berib o'tamiz. Bundan oldin kamerani albatta aylantirib olishimiz kerak. Elon Musk taniydigan odamlar uchun Elon Musk Janubiy Afrika Respublikasida 1971-yil 8-yilda dunyoga keladi va u hozirda Janubiy Afrika Respublikasi fuqarosi, lekin AQSh, ya'ni amerikalik investor va biznesmen hisoblanadi. U juda ham ko'p bizneslarga, ularni dunyo taniydigan bizneslardan ikkitasi SpaceX va Tesla. Undan tashqari yana boshqa juda ko'p bizneslar bor, lekin mana shu ikkalasi bilan u dunyoga tanilgan. U birinchi bo'lib 2021-yil 7-yanvarda 185 milliard dollarlik boyligi bilan dunyoda birinchi o'rinda turuvchi Jeff Bezosni ikkinchi o'ringa tushirib, dunyodagi eng boy odam hisoblangan. Keyingi 2021-yil 1-noyabrda u 300 milliard dollardan oshiq boylikka ega bo'lgan va sayyoradagi eng boy odam hisoblangan. Menimcha mana shu ma'lumotlarni o'zi yetarli. Elon Musk kimligini bilmagan odam uchun ham endi bilib oldinglar. Endi bu odam 300 milliard yoki 500 milliard dollar puli bor bo'lib turib, yillik qanaqa buncha ko'p daromad qilishi mumkin? Chunki yaqin o'rtaning o'zida adashmasam bir oy ichida uni puli 100 milliard dollarga oshdi. Ya'ni Telegram kanal yoki Forbes jurnallarida kelgan 600 milliard dollarga boyligi yetdi degan ma'lumotni bir oy o'tar o'tmasdan uni yana ma'lumoti chiqdiki, uni boyligi 700 milliard dollarga yetdi va bu sayyoradagi eng boy odam va tarixda hech kim bunaqa darajada pulga egalik qilmagan. Menimcha endi Elon Musk 5 kun ichida qancha daromad qilish haqida sizlar ma'lumotni olib oldinglar. Endi men o'zim izlangan narsalar bo'yicha u yillik qanaqa daromad ko'radi yoki nimalarga pul tikadi va hokazo narsalarni endi sizlarga tushuntirib beraman. Bunun uchun endi menga albatta kompyuterim kerak bo'ladi. Ya'ni bularni men yozib, to'liq qilib tushuntirib qo'yganman. Ya'ni Elon Musk qanaqa pul topadi? Ya'ni uni ikkiga bo'lib olishimiz mumkin. Birinchisi, yillik daromadda 10% ni kichik biznes va startaplarga investitsiya kiritadi. Yoki ikkinchisi, aksiyalar narxi o'sishi bilan. Hozir men bularni ikkalasini ham tushuntirib beraman va bu ikkalasi ham 3 tadan yoki 5 tadan bo'limlarga bo'linib ketgan. Bularni hozir birma-bir tushuntirib chiqaman. Endi birinchi bo'lib biz chap tarafdan ko'rsatamiz. Ya'ni yillik daromadda 10% kichik biznes va startaplarga investitsiya kiritish. Sizlarga tushuntirish osonroq bo'lishi uchun men buni qog'ozga yozaman. Ya'ni tasavvur qilamiz. 2025-yilda Elon Muskning sof daromadi 50 milliard dollar bo'lgan. Va boya aytib o'tganimdek, biz uni 10% ni kichik biznes, startaplarga yoki boshqa narsalarga investitsiya kiritishga ajratamiz. 50 milliard dollarda 10% 5 milliard dollar tashkil qiladi. Endi biz 50 milliardni umuman o'yinga aralashtirmaslik ham bo'ladi. Chunki biz uni 10% oldik, endi biz 5 milliardni 100% bossak bo'ladi. O'rta hisobda uni 10 ga bo'lib ishlatadi. Ya'ni 10 ta narsalarga investitsiya qiladi. Ular har xil narsa bo'lishi mumkin. Boya aytib o'tganimdek, kriptovalyuta, ilmiy izlanish, kichik bizneslarga yoki startaplarga pul kiritish orqali uni ishlatish mumkin. Endi aytganimdek, har bir risk uchun 500 million dollardan to'g'ri kelgan. Ya'ni biz buni 10 ga bo'ldik. 5 milliard dollarni 10 ga bo'ladigan bo'lsak, har bir risk uchun bizda 500 million dollardan pul bo'ladi. Bundan taxminan 3 tasini kichkina startaplarga kiritiladi. Ya'ni boya aytib o'tganimdek, biznesni kichik investitsiyalar, ya'ni kichkina startaplarga investitsiya kiritish orqali ishlatadi. Endi bular 3 tasi taxminan 1,5 milliard dollar bo'ladi. Va agar ularni ikkitasi yillik 20% dan daromadga chiqqanda va bittasi fail bo'lgan taqdirda yillik umumiy 40 million dollar foyda ko'radi. Ya'ni buni biz uchalasini 3 ta har xil startapga bo'lib oladigan bo'lsak, lekin uni bo'lib olishdan oldin biz yaxshilab o'ylab ko'rishimiz kerak. Endi biz Elon Musk rolida o'ylaymiz.
Ya'ni bizga ko'pchilik odam kelishi mumkin yoki yosh startaperlar kelishi mumkin. Mani biznesimga investitsiya kiriting. Shunda siz manmuncha daromad olasiz yoki manmuncha daromad olasiz deb turib bizga odam kelishi mumkin va biz uni 3 tasini tanlab olamiz. Eng yaxshi yoki yillik 20% daromadga chiqishi imkoni bo'lgan biznes rejalarini tanlab olamiz. Va ularni har bittasiga 500 million dollardan pul kiritganimizda, ular 10% ishlasa 5 million dollar foyda, 20% ishlasa unda bizga 10 million dollar foyda bo'ladi. Endi o'sha 3 ta biznesda uchalasiga 500 million dollardan investitsiya kiritadigan bo'lsak, ularning ikkitasi 20% daromadga chiqdi. Ya'ni 500 million dollarda 10% bu 5 million dollar, 20% bo'lsa 10 million dollar pul bo'ladi. Demak, ikkitasi umumiy ikkitasi, ya'ni 3 tasidan ikkitasi bizda foydaga chiqadigan bo'lsa, u 10 million dollardan 20 million dollar daromad bo'ladi. Yillik 20 million dollar daromad. Bu 40 million dollar pul topish uchun har bitta biznes, ya'ni bizda tirik qolgan ikkita biznes 40% dan daromad qilish kerak bo'ladi. Deyarli bu imkonsiz. Chunki 20% daromadni o'zi ham katta investorlar uchun qo'rquv. Ya'ni buni boshqa odamlarga berish uchun ular qo'rqishadi. Ya'ni 20% deyarli imkonsiz deb o'ylaydi. Shu sababdan ular o'rtacha 20% yoki 15% bo'lsa, qolganini o'zingizlar hisoblab olasizlar. Lekin o'rta hisobda ikkita biznes, ya'ni mana bu yerda birinchi 10% oldik, keyin yana 10% oldik va ana shundan ikkitasi yana biz 10 ga bo'lib chiqdik va ana shundan 3 tasini risk qildik. Ikkitasi muvaffaqiyatga erishdi, ya'ni 20% dan daromadga chiqdi, lekin bittasi fail bo'ldi. Va shunda biz 20 million dollar foyda ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Endi keyingisiga o'tadigan bo'lsak, kriptovalyuta va ilmiy izlanishlar. Ya'ni bizda bu 10 ta risk uchun joy ajratib olgandik va undan 3 tasini biz kichkina startaplarga investitsiya qildik va bizda 7 ta qoldi. Undan taxminan 4 tasini, ya'ni 2 milliard dollarda biz kriptovalyutaga investitsiya kiritamiz. 3 tasini bo'lsa, ya'ni 1,5 milliard dollarda ilmiy izlanishlarga. Kriptovalyutani agar sizlarga real hayot bilan tushuntirib beradigan bo'lsam, agar kimdir esida bo'lsa, Elon Musk ham o'zini coinni ishlab chiqargan, ya'ni Musk coin ishlab chiqargandi, lekin u fail bo'ldi. Undan tashqari yana bir kuni zerikkandan o'tirib men Bitcoin emas, men bu Dogecoin va hokazo bir nimalarga men pul tikaman. Ya'ni u ham kriptovalyuta hisoblanadi. Men shularga men pul tikaman deb turib, jonli efirda aytib payti Bitcoinning narxi 125 ming dollardan taxminan 80 ming dollargacha tushib qolgan. Demak, biz o'ylashimiz mumkinki, hatto Elon Musk ham kriptovalyutalarga pul kirgizar ekan. Chunki kriptovalyutada ham o'sish bor. O'rta hisobda agar siz indekslarga emas, haqiqatdan kriptovalyutaga investitsiya kiritadigan bo'lsangiz, taxminan 10% dan 20% gacha yillik daromad olishingiz mumkin. Ya'ni siz hozir 100 million dollarga bironta kriptovalyutani sotib olsangiz, bir yildan keyin uni narxi o'ssa, 20% ga o'ssa. Ya'ni sizni pulingiz 100 million dollaringiz 120 million dollar yoki da 500 million dollaringiz taxminan o'zingizlar hisoblab oling endi. Boya aytganimdek, agar u 7 ta imkonimiz qolgan bo'lsa, uni 4 tasini kriptovalyutaga ishlatadigan bo'lsa, ya'ni bittasini Bitcoinga, ikkinchisini Solanaga, uchinchisini Ethereumga va to'rtinchisini Dogecoin, shunaqa narsalarga ishlatdi deylik. Har biriga 500 million dollardan pul kiritdi. Va agar bizda 4 tasidan 3 tasi yillik 15% daromadga chiqsa, 75 million dollardan bo'ladi har biri. Demak, 75 million dollarni 3 ga ko'paytirsak, bu bizda taxminan 225 million dollar pul bo'ladi va bitta boyaga tikkanimiz fail bo'ladi. Ya'ni 100 million dollar pulimizni adashdim, 500 million dollar pulimizni qaytarib olamiz va biz 225 million dollar foydada bo'lamiz. Shu bilan kriptovalyuta bo'limini yopsak bo'ladi. Ya'ni kriptovalyutaga pul tikib, qanaqa qilib foyda ko'rishni bilib oldik. Kichik biznesga investitsiya kiritib turib, qanaqa foyda ko'rishni bilib oldik va bizda eng oxirgisi ilmiy izlanishlarga pul tikib turib, qanaqa foyda olishi endi tushuntirib beraman. Boya aytganimdek, ilmiy izlanishlarga pul tikkan dedim. Endi biz buni bilish uchun ChatGPTdan qanaqa ilmiy izlanishlarga o'zining Elon Musk pul tikkani haqida so'radik. U umumiy qilib aytganda, kelajakda saqlab qolish, ya'ni uning investitsiyalari oddiy biznes uchun emas, u ko'proq strategik va futuristik loyihalarga pul tikkadi dotda. Ya'ni kosmik tadqiqotlar, SpaceX, Oyda yoki Marsda odamlarni kelajakda hayotini saqlab qolish uchun. Undan tashqari elektr transport va texnologiyalar, ya'ni Teslalarni judayam baquvvat qilib ishlab chiqarish yoki faqatgina Teslaga emas, boshqa elektromobillar uchun batareyka ishlab chiqarishga pul tikkan. Miya kompyuter interfeysi, ya'ni kompaniya nomi Neuralink. Bu endi boya o'tganimizda ikkitaga bo'linib ketdi. O'sha ikkitasini o'ng tarafidagi narsa. Va mana shu Neuralinkga, ya'ni miyaga chip joylashtirish va nihoyat mana shu narsalarga ham yetib keldik deydigan davr bo'ldi. Endi sun'iy intellekt, ya'ni u XAI, OpenAI, mana shunaqa narsalarga pul tikkan. Transport infratuzilmasi, quyosh energiyasi,
Umumiy qilib aytganda, kosmos, elektr energiya, avtomobil, sun'iy intellekt, inson-mashina integratsiyasi katta infratuzilma muammolariga u ko'proq pul tikadi. Ya'ni umumiy qilib aytganda, u inson hayoti uchun kerakli bo'lgan narsalarga ko'proq pul tikar ekan. Ya'ni inson hayotini qanchalik yaxshilashtirgan narsa insonga shunchalik kerak bo'ladi. Ya'ni inson o'sha narsalarga ko'proq muhtoj bo'ladi. Ya'ni kun kelib bu yerda yashash iloji qolmasa, hamma Elon Musk'ning SpaceX kompaniyasiga yopishadi. Ya'ni Oyga uchish yokida Marsga borib uchish. Kerak bo'lsa, agar Marsda egallab olsa, bir kun kelib birinchi bo'lib Marsga chiqqan odam agar Elon Musk bo'lsa, kerak bo'lsa o'tda ham eng zo'r uylarni qurib, balkim sotar odamlarga. Menimcha biz endi aytib o'tgandek, bir yillik daromadni 10% kichik biznes va startaplarga investitsiya qilish bo'limini tugatdik. Endi biz bu taraf, ya'ni aksiyalar narxi o'sish foiziga qarab turib, u qancha daromad qiladi yoki mana shu orqasida qanaqa pul topish mumkinligi haqida gaplashamiz. Hozirgina biz bu tarafni tugatdik. Ya'ni ilmiy izlanishlarni ko'rib chiqdik. Kriptovalyutani yoki kichik bizneslarga investitsiya, startaplarga investitsiya qilishni ko'rib chiqdik. Endi biz bu tarafga qaraydigan bo'lsak, aksiyalar narxi o'sishi. Ya'ni bu Elon Musk'ning eng ko'p pul topishi mumkin bo'lgan yo'li. Ya'ni u Tesla aksiyalariga egalik qiladi. Neuralink boya aytib o'tgan aksiyalarga egalik qiladi. Ya'ni inson miyasiga chip joylashtirish, SpaceX, kosmosga egallash, Boring Company, ya'ni yaxshi infratuzilma, odamlarni yo'llarni yaxshilash va hokazo qurilish sohasidagi kompaniyasi mana shu bo'ladi. Undan tashqari, adashmasam 2022-yilda Twitterda 50 milliard dollarga sotib oldi. Va mana shu orqasida endi u umumiy, ya'ni aksiyalar narxi ko'tarilishi bilan pul topadi. Qanday qilib inson aksiyalar narxi ko'tarishidan pul topishi mumkin degan savolga men oddiy javob beraman. Ya'ni sizda masalan bitta biznesingiz bor. Masalan, dom biznesi. Mana shu dom biznesini siz kattalashtirmoqchisiz. Ya'ni sizni imkoniyatlari cheklangan, ya'ni pul tomonlama imkoniyatlari cheklangan. Sizga investor kerak. Ya'ni siz yana ham ko'proq domlarni qurib sotishingiz uchun sizda mablag' yo'q. Lekin faqat bitta yo'li bor sizda. Qanaqa desangiz, firmani foizlarini sotish, ya'ni aksiyalarni. Masalan, siz firmani 50% aksiyasini sotishingiz mumkin. Uni ham bo'lib 5 odamga sotishingiz mumkin. Sizni agar firmangiz necha pulga narxlanishi qiziq odamlarga, ya'ni u taxminan 1 million dollarga narxlansa, sizni 50% aksiyalaringiz 500 ming dollar bo'ladi. Ya'ni siz 500 ming dollardan 5 ta odamga sotishingiz mumkin. Demak, sizni firmangiz 1 million dollarga baholanadi, tasavvur qilamiz. Va siz 50% aksiyalarni sotmoqchisiz va buni 5 ta odamga. Demak, siz 500 ming dollarlik aksiyani sotishingiz mumkin. Ya'ni bu firmani sotish bo'ladi. Lekin hech qachon 10% aksiyasi bor odam firmaga to'laqonli egalik qila olmaydi. Qachonki uni 50% dan ko'p aksiyasi firmaga tegishli bo'lsa, demak u firmani egalik qilish, uni boshqarish huquqlariga ega bo'ladi. Shu sababdan siz 10% dan 5 ta odamga bo'lib sotasiz va bu taxminan 100 ming dollardan bo'ladi. Demak, har bir biznesmen yoki investor kelib turib sizga 100 ming dollarga 10% aksiyani olaman deyishi mumkin. Va siz o'shanda hamma narsani qonuniylashtirib, unga 10% aksiyani sotasiz. Va sizda endi 500 ming dollar pul bor. Lekin kompaniyangizni 50% ni siz boshqa odamlarga sotdingiz. Va sizda faqatgina 50% aksiya bor, qolganlarda 10% aksiya bor. Endi agar siz ana shu 500 ming dollarni olib, yangi qurilish bizneslariga yoki uylarga pul tiksangiz yoki o'zingiz yangidan uylarni qurib sotsangiz, firmangiz narxi oshadi yana. Nega? Chunki odamlarning sizga bo'lgan ishonchi ortadi. Siz qanchalik ko'proq uylarni topshirishingiz yoki ularni sifatli qilib bajarishingiz odamlarda sizga bo'lgan ishonchni ko'paytiradi va shuni oqibatida firmaning narxi oshadi. Ya'ni keyingi yil firma 2 barobar narxga o'ssa, ya'ni bugun sizni firmangiz 1 million dollarga baholangan bo'lsa, boya aytganimdek, keyingi yil 2 million dollarga baholansa, sizni sof foidangiz, ya'ni 1 million dollarga aylanadi. O'tgan yil o'zi 1 million dollar edi, lekin siz hozir 50% aksiyaga egalik qilasiz. Hozir 2 million dollarmi? Demak, uni 50% sizga tegishli bo'ladi, ya'ni 1 million. Qolganlar 2 barobar daromad ko'rgan bo'lsa, 100 ming dollar puli 200 ming dollar pulga aylangan bo'ladi. Ular shunchaki pul tikib turib, yana foyda olishi mumkin. Ya'ni xohlagan paytda ular ham o'sha aksiyani sotib olishi mumkin va bu boylik hisoblanadi. Sizni firmangiz aksiyalarini narxi ko'tarilishiga nimalar sabab bo'ladi o'zi? Bu narsa endi Elon Musk'ni anosida tushuntirib bersam, firmasida tushuntirib bersam, ya'ni siz agar Teslaga borib bitta mashina sotib olsangiz ham, Tesla'ning aksiyalarining narxi 0.0001% o'sishi mumkin. Lekin bir kunda millionlab odamlar sotib olsa-chi, u aksiya narxi $1 ga o'sishi mumkin va bu bozorda
katta o'sish hisoblanadi. Demak, endi menimcha aksiyalarni qanaqa pul topish yokida yillik daromadni 10% ni har xil narsalarga investitsiya qilib turib pul topish yo'lini siz bilib oldingiz. Yoki o'zi videoni boshida ko'rib turganingiz Elon Musk o'zi qanaqa pul topadi degan savolga javob topdingiz. Men sizga aytishim kerak bo'lgan eng oxirgi narsa, boyagi biz ikkita narsaga bo'lib olgan bo'lsak, 10% ni kichik biznes va investitsiyalarga ishlatsa, qolganlari aksiyalarni o'sish orqali daromad qiladi degandim. Lekin eng katta foyda aynan aksiyalar narxi ko'tarilishida. Ya'ni juda ham ko'p odamlar Elon Muskga ishonsa, ya'ni Teslaga yoki SpaceXga ishonsa va onlayn bozorda kriptovalyuta yoki aksiyalar bozorida ularning aksiyasini sotib olsa, ular narxi oshadi va Elon Muskning boyligi ham shunaqa oshadi. Sizlar o'ylamanglarki, hech qachon Elon Muskning cho'nchagida 800 milliard dollar puli bor. Buni shunchaki boyligi. Masalan, sizda bor narsa. Mashinangiz bor. Taxminan 10 ming dollarlik mashina. Uyingiz bor, 100 ming dollar. Demak, sizning boyligingiz 10 taxminan 110 ming dollarga teng. Va bu sizning cho'nchagingizda yo'q pul. Ya'ni hozir yo'q, lekin ertaga bo'lishi mumkin. Ya'ni buni sotsangiz, siz uni naqd olishingiz mumkin. Lekin hech qachon boylik qo'lidagi bor pul bilan o'lchanmaydi. Dunyodagi eng boy odam puli 8 milliard dollar bo'lsa, undan tashqari yana 100 ta odam taxlasa, umuman dunyodagi eng top 100 taga kiruvchi past o'yindagi odamlar puli qancha bo'lsa, masalan 15 milliard dollar puli bo'lsa, u odamlar dunyoda mana shuncha qog'oz pul yo'q. 15 milliard dollar qog'oz pul yo'q. Dunyoda taxminan 17 million dollarga yaqin qog'oz pul bor. Agar adashmasam, agar adashayotgan bo'lsam, videoni mana ishtada yozib qo'ygan bo'laman yoki ma'lumotlarni chiqarib qo'ygan bo'laman. Shu bilan bugungi videomiz tugadi. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling. Keyingi videoda qanaqa narsani olib chiqishimizni yoki yoritib berishimizni xohlaysizlar? Albatta kommentariyaga yozib qolinglar. Hammaga rahmat. Sog'